rizq Allohdan ekanligini nihoyatda yaxshi tushunib yetishimiz kerak. Va o'sha rizqni Alloh taqvodor bandalariga berishini ham anglab yetishimiz kerak. Alloh taolo o'zi marhamat qilib qo'ygan Qur'oni Karimda. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh taolo unga qiyinchiliklardan chiqadigan yo'lni to'g'rilab beradi va o'zi, ya'ni bandaning o'zi o'ylamagan tarafidan rizq beradi. Banda halol yo'lda yuribdi u yoqdan, lekin uni o'ylamagan tarafidan Xudo rizqini berib qo'yadi. Agar taqvodor bo'lsa, Allohning aytganini tutib yurgan bo'lsa, mana shu. Tajriba qilib ko'rsin hamma. Bu katta bir shior. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh o'shanga torlikdan kenglikka chiqadigan yo'lni qilib beradi